hozir juda ham ko'pchilik bolajonlarimizda qusish, ich ketishi, holsizlik kabi asoratlar bilan namoyon bo'lmoqda kasalliklar. O'sha masalan ich ketishi, holsizlik tugayapti, shamollash boshlanyapti. Masalan, antibiotik davo qilasizlar-da, ozginadan keyin 2-3 kun o'tib yana kasal bo'ladi, undan kuchliroq bo'layotgandek ko'rinadi. Xuddi davo muolaja effektivniligi yo'qdek. Shu holatda mana shu jimbini bersa bo'ladi. Imini ich ketib qoladigan bolalarda, holsiz bo'ladigan bolalarda bolani immunitetlarini ko'tarib, ya'ni tetikroq bo'lishga yordam beradi. Imini qusib ich ketgan paytida ko'pincha men qattiq dieta qildiraman. Ko'p narsalar yemagani yaxshiroq. Yemagandan keyin bola to'g'ri holsiz bo'lib qoladi va uni o'rnini qoplash uchun qanaqadir vitamin kompleks beriladi. Bunaqa holatda bir xil bolada yo'tal ham qo'shilgani uchun vitamin kompleksi askorbinkалigi mumkin emas.